Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Front-end ilovalar yaratish fanimizning birinchi mavzu mashg'uloti. Mavzu web ilovaning tuzilishi va JavaScript roli. JavaScript sintaksisi va ma'lumot turlari. Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida foydalanuvchilarga tezkor, qulay va interaktiv xizmat ko'rsatish imkoniyatini beruvchi web ilovalar keng tarqalmoqda. Web ilovalar nafaqat axborot uzatish, balki foydalanuvchilar bilan ikki tomonlama muloqot o'rnatish, ma'lumotlarni qayta ishlash va real vaqt rejimida turli amallarni bajarishga qodir tizimlar sifatida shakllandi. Ularning samarali ishlashi uchun to'g'ri tuzilma hamda JavaScript kabi dasturlash tillarining o'rni beqiyosdir. JavaScript dasturlash tili zamonaviy dasturlash tili sifatida nafaqat web ilovalar ishlab chiqishda, balki native dasturlash tili sifatida ham keng qo'llanilmoqda. Web ilovani yaratishda uni tuzilishini shartli ravishda 3 qismga ajratib olishimiz mumkin. Birinchisi front-end qismi, ikkinchisi back-end qismi, uchinchisi database, ya'ni ma'lumotlar ombori bilan ishlash. Bunga qo'shimcha tarzda API interfeyslarini ham qo'shishimiz mumkin. Birinchi qism front-end qismi yoki mijoz qismi. Bu qism foydalanuvchiga ko'rinadigan interfeysni tashkil etadi. HTML yordamida sahifaning tuzilmasi yaratiladi. CSS orqali dizayn va estetik ko'rinish ta'minlanadi. JavaScript esa interaktivlik va dinamiklikni qo'shadi. Ikkinchi qism backend qismi yoki server qismi sifatida. Foydalanuvchi tomonidan yuborilgan so'rovlarni qayta ishlaydi, ma'lumotlarni boshqaradi va zarur javobni mijoz tomonga uzatadi. Bu bosqichda PHP, Python, Java, Node.js kabi texnologiyalar keng qo'llaniladi. Uchinchi qism database yoki ma'lumotlar bazasi. Web ilovaning barcha asosiy ma'lumotlari, foydalanuvchi hisoblari, kontent, buyurtmalar va statistikalar aynan shu qismda saqlanadi. Ma'lumotlar bazasi sifatida MySQL, PostgreSQL, MongoDB va boshqa ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlaridan foydalaniladi. Aytib o'tdik, qo'shimcha tarzda API interfeyslari. API interfeyslari yordamida front-end va back-end o'rtasida samarali ma'lumot almashinuvi ta'minlanadi. Shu tarzda foydalanuvchi tomonidan yuborilgan har qanday so'rov tezkor ravishda qayta ishlanadi. JavaScriptning asosiy vazifalari. Quyida JavaScriptning asosiy vazifalarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Birinchisi, interaktivlikni ta'minlash. Bunda web sahifalaridagi tugmalar, menyular, shakllar va boshqa elementlar, umumiy aytganimizda HTML elementlarini faoliyatini boshqaradi. Masalan, foydalanuvchi formaga noto'g'ri ma'lumot kiritsa, JavaScript xatolik haqida ogohlantirish beradi. Ikkinchisi, dinamik kontent yaratish. HTML elementlarini real vaqt rejimida o'zgartirish imkonini beradi. Misol uchun, foydalanuvchi tanlagan til asosida butun sahifa matni avtomatik tarzda o'zgarishi mumkin. Uchinchisi, server bilan asinxron muloqot. Ajax va Fetch API texnologiyalari bilan birgalikda. JavaScript yordamida sahifani to'liq qayta yuklamasdan turib, serverdan ma'lumot olish yoki serverga ma'lumot yuborish mumkin. Bu texnologiya onlayn chatlar, elektron pochta tizimlari va real vaqt xizmatlari uchun asosiy vosita hisoblanadi. To'rtinchisi, vizualizatsiya. Bunda diagramma va grafiklar yaratish keng qo'llaniladi. Statistik ma'lumotlarni foydalanuvchiga qulay ko'rinishda taqdim etishda Chart.js va Dot.js kabi kutubxonalar ishlatiladi. Beshinchisi, single page applicationlar yaratishda. Unda React.js, Angular, Vue.js kabi zamonaviy frameworklar JavaScript asosida ishlab chiqilgan bo'lib, ular yordamida murakkab va yuqori darajada optimallashtirilgan web ilovalar yaratiladi. Va oltinchisi, server tomonidan qo'llanilishi. Node.js texnologiyasi tufayli JavaScript nafaqat front-end, balki back-end qismda ham qo'llanila boshladi. Bu esa uni universal dasturlash tili sifatida shakllantirdi.
JavaScript sintaksisi. JavaScript dasturlash tilida ishlash uchun JavaScript sintaksisi va unda mavjud ma'lumot turlari bo'yicha bilimlarni bilish zarur. Sintaksis o'zi nima? Sintaksis bu tilning yozilish qoidalari to'plami. JavaScript sintaksisi orqali quyidagilar bilan ishlash mumkin. O'zgaruvchilarni e'lon qilish, operatorlardan foydalanish, funksiya yaratish, shart va sikllar bilan ishlash va boshqalar. O'zgaruvchilarni e'lon qilish. O'zgaruvchilarni 3 xil usulda yaratish mumkin. Var, let va const xizmat so'zlari bilan birgalikda. Var eski usul hisoblanib, o'zgaruvchini global holatda yaratadi. U blok doirasini hisobga olmaydi va qayta e'lon qilishga yo'l qo'yadi. Masalan, x teng 10 yoki var x teng 10 sifatida o'zgaruvchini e'lon qilish ushbu usulga misol bo'ladi. Keyingisi let blok doirasida amal qiluvchi o'zgaruvchilarni hosil qiladi. Takroriy e'lon qilishni oldini oladi va undan foydalanish tavsiya etiladi. Masalan, let y/20. Keyingisi const konstantani qisqartmasi sifatida o'z nomi bilan bu o'zgarmas ma'lumotlarni hosil qilishda qo'llaniladi va o'zgarmas qiymatni o'zida saqlaydi va dastur xavfsizligini oshiradi. Dasturimiz tarkibida bir qancha o'zgarmaslar kelishi mumkin. Dasturchi konstantalardan foydalangan holatda o'zgarmas qiymatlar bo'yicha kerakli o'zgarmaslar va obyektlarni hosil qilishi mumkin. Misol uchun, konstanta p teng qiymat o'rnatilyapti. Asosiy sintaksis elementlari. Sintaksis elementlari sifatida operatorlar va xizmat so'zlarga e'tibor qaratsak, operatorlar sifatida plyus, minus, ko'paytirish, bo'lish, qoldiqli bo'lish operatorlarini misol sifatida keltirishimiz mumkin. Shart operatorlari sifatida if, else va switch operatorlarini ko'rishimiz mumkin. Sikllarni hosil qilishda for, while, do while operatorlaridan foydalaniladi. Bundan tashqari, dasturimiz tarkibida JavaScriptda bir qancha xizmat so'zlarni qo'llaymiz, ishlatamiz. Bunga ayrim misollarda masalan break, continue, goto, case, function, return, default, class, super, extends, new, this kabi misollarda keltirishimiz mumkin. Ushbu ko'rsatilgan xizmat so'zlar o'zgaruvchilarni e'lon qilish paytida qayta takrorlanib foydalanilmasligi kerak. Bu xizmat so'zlar aniq vazifa bajarishga yo'naltirilgan. Identifikator sifatida qo'llash mumkin emas. JavaScript dasturlash tili case sensitive dasturlash tili bo'lganligi sababli bir harfning bosh harf bilan yozilishi yoki kichik harf bilan yozilishi ikkala ma'lumotni ikki xil turga ajratib qo'yadi. Ya'ni o'zaro teng emas ular. Shunday bo'lgan taqdirda ham xizmat so'zlarida o'zgaruvchilarning nomi, funksiyalarda obyektlarning nomi umumiy olganda identifikator sifatida qo'llash tavsiya etilmaydi. Ma'lumot turlari. JavaScriptda ma'lumot turlari ikkita katta turkumga bo'lishimiz mumkin. Bular primitiv turlar va murakkab turlar. Primitiv turlar turli manbalarda turlicha kelishi mumkin. Primitiv, primary, ya'ni asosiy, main yoki bosh yoki fundamental kabi turlicha holatda kelishi mumkin. JavaScript dasturlash tilida primitiv turlarga number, begin, string, boolean, null, undefined va symbol turlarini kiritishimiz mumkin. Number butun va o'nlik sonlarni hosil qilishda, umumiy holatda sonlar bilan ishlashda, hisob-kitoblar va matematik operatsiyalar uchun asosiy tur hisoblanadi. Big int juda katta butun sonlar uchun foydalaniladi. Katta raqamli operatsiyalar uchun maxsus yaratilgan ma'lumot turi. Navbatdagisi string matnlarni hosil qilishda qo'llaniladi. Qiymatlar bir yoki ikki tirnoq ichida yoziladi. Matn bilan
ishlash uchun foydalaniladi. Boolean mantiqiy tip hisoblanib, unda true va false qiymatlari mavjud. Mantiqiy shartlar va qaror qabul qilishda ishlatiladi. Null va undefined. Null maqsadli bo'sh qiymat. Undefined qiymat berilmagan dastlabki o'zgaruvchini boshlang'ich holati sifatida ko'rishimiz mumkin. Ushbu ko'rsatilgan primitiv turlardan istisno tarzda null qo'shilgan. Nullda ma'lumot turi o'zi aslida objekt sifatida hosil bo'ladi, lekin primitivlar tarkibiga istisno tarzda qo'shilgan. Primitiv turlar JavaScriptning asosiy ma'lumot tuzilmalari hisoblanadi va oddiy operatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. Obyektlar va murakkab ma'lumot turlari. Murakkab ma'lumot turlari yoki bo'lmasa JavaScriptda reference data type sifatida qaraladi. Bularga object, array va functionlar kiradi. Object bu kalit qiymat juftligi yoki key value pair deymiz. Key value pairdan tashkil topgan. Quyida misolda ko'rishimiz mumkin. Talaba obyekt hosil qilyapti. Uni ism, yosh, fakultet degan kalit ma'lumotlari bor. Har bir kalit ma'lumotga mos qiymatlar ham o'zida mavjud bo'ladi. Masalan, ism Sohibaxon, yosh 20, fakultet informatika sifatida talaba ma'lumotlari umumiy bitta obyektda saqlangan. Array tartiblangan ro'yxat sifatida ko'rishimiz mumkin. Uni turli dasturlashtirishlarda massivlar sifatida foydalangan bo'lishingiz mumkin. Massiv yoki tartiblangan ro'yxat. JavaScriptda ma'lumotlarni guruhlab foydalanish uchun qo'llaniladi. Quyida sonlar massivi yoki tartiblangan ro'yxati misol qilib keltirilyapti. Obyektlar figurali qavsda tarkibida yozilsa, massivlar to'rtburchak qavsda ichida elementlari ko'rsatiladi. Navbatdagisi function chaqiriladigan kod bloklari yoki bo'lmasa dasturimizni tarkibidagi qism dastur sifatida qaraladi. Bu JavaScriptdagi maxsus obyekt turi hisoblanib, qayta ishlatiladigan kodlar va modullikni ta'minlaydi. Quyida salomlashish funksiyasini yaratish tartibi keltirilgan. Funksiyalarni JavaScriptda bir necha usul bilan hosil qilib yaratish mumkin. Bu yerda funksiyani arrow function yordamida hosil qilyapti. Salomlashish funksiyasi ism parametriga ega va uni salomlashish funksiyasini yaratib olganimizdan keyin murojaat qilyap turganda bitta string ma'lumot turi berilganda ko'rsatilgan ism bilan salomlashish natijasini ekranga chiqarib beradi. Ushbu darsimiz uchun ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan tushunchalar shular. E'tiboringiz uchun rahmat.